Venesuela davlati neft zaxirasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Qariyb 303 milliard barrel neft bor ekan, lekin faqatgina 1 barrel neftning qiymati $64. Bu nima degani bilasizmi? 303 milliard barrel neft bu taxminan $19,5 trillion. Tushunishingiz uchun aytib beraman, umumiy Rossiya Federatsiyasining 1 yillik yalpi ichki mahsulotining daromadi atiga $2 trillion. Bundan 8-9 barobar qiymatga ega neft zaxirasi bor ekan Venesuela davlatida. Amerika davlati qayerga tinchlik olib kirishni juda ham yaxshi biladi. Hamma 3 burchak fikrlayotganda ular 4 burchak fikrlaydi. Qarang. Bu neftdan tashqari gaz bor ekan, juda ham ko'p yer osti boyliklari bor ekan. O'shalardan bittasi litiy. Litiy nimaligini bilasizmi? Elektromobillarda batareykasiga kerak bo'ladigan eng muhim modda. Lekin buni ham eng ko'pi Afg'onistonda tagida ekan. Qarang, bularda qazo olgan aql insonlari yo'q-da. Amerikada bor. Shuning uchun qayerga tinchlik olib kirishni juda ham yaxshi biladi. Donald Tramp hokimiyatga kelishdan avval aytgandi: "Urushlarni to'xtataman, dunyoga tinchlik olib kiraman" degandi. Mana bir davlatning prezidentini muammo chiqarmasdan turib, kirdi olib qochib ketishdi. Yana ham ko'proq ma'lumotlar bor. Telegram kanalimizga obuna tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, kunlik 10 ga yaqin xabarlar yuklanadi. Salomat bo'ling. Siz uchun maxsus Turkiston News va men jurnalist Temur Ikromoğlu. Yasuyurtni bir marotaba o'qishni maslahat beramiz. Salomat bo'ling. Tushib ketdi. Ko'rib oldingiz, to'g'rimi?